Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan papillomalar va so'gallar onkologik xavf tug'diradimi degan mavzuda gaplashamiz. Sababi o'tgan mavzularda ko'p kommentariyalarda o'qidim. Shu savollar yo'llanganki, uy sharoitida papillomalarni, so'gallarni kuydirdik. Ertaga bu onkologik kasalliklarni keltirib chiqaradimi degan mavzuda ko'plab kommentlarni o'qidim. Shu sababli bugun shu haqda sizlarga ko'proq ma'lumot beraman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, albatta ko'p qiziqarli mavzular haqida gaplashamiz, tushunchalar haqida gaplashamiz, ko'p bilimlarga ega bo'lasiz degan umiddaman. Demak, boshladik. Papillomalar va so'gallarni odatda onkologik xavf tug'diradimi degan savol ko'pchilikni qiziqtiradi. Sababi papillomalar ham, so'gallar ham ko'pchilikda uchraydi. Lekin bu kuydirgandan keyin, uni bartaraf qilgandan so'ng terimizda onko xavf bor bo'ladimi yoki yo'qmi? So'gallar, bilamiz, bu so'gallar odatda hamma yoshda uchraydi. Ko'proq o'zi o'smir yoshlarda uchraydigan virusli kasallik hisoblanadi. Tibbiy tilda bu epidermal o'simta deb ataladi. Terimizning eng ustki qavati epidermis qavatida paydo bo'ladigan bu xavfsiz o'simta hisoblanadi. So'gallarni bilamiz, qanchadir xillari bor. Masalan, oddiy so'gal, yassi so'gal, o'smirlarning yassi so'gali, oyoq kaft so'gallari bo'ladi, keksalar so'gallari bo'ladi. Shu turga bo'la olgan holatda ham so'gallarni muolaja qilish ham o'ziga yarasha bo'lib qoladi. Yoki papillomalar. Papillomalarni o'tgan mavzuda gaplashdik. Odam papilloma virusi qo'zg'atadi. Bu virus ham masalan ba'zi bir turlari o'ta xavfli bo'ladi. Masalan, yuzda, qo'l va oyoq sohalarida uchraydigan papillomalar odatda xavfsiz bo'ladi. Lekin jinsiy a'zolarda uchraydigan papillomalar VPC virusining 16 va 18 tiplari aniqlansa qonda, bu onkologik xavf bo'lishi mumkin. Endi siz uy sharoitida qaysidir vosita orqali papillomalarni yoki so'gallarni kuydirishingizdan oldin hozir men aytmoqchi bo'lgan parametrlar bo'ladi. Bu parametrlarga yaxshilab e'tibor berib o'zingiz xulosa chiqara olasiz. Ana o'shandan so'ng, demak, papillomalarni yoki so'gallarni uy sharoitida ehtiyot bo'lib, agar bu parametrlarga mos bo'lsa, uy sharoitida kuydirsa bo'ladi. Bo'lmasa, albatta vrach, dermatolog ko'rigiga borishingiz shart. Chunki terimizdagi bu papillomalarni, so'gallarni bizlar o'z boshimchalik bilan uy sharoitida kuydirsak, boshlang'ich stadiyalarda estetik nuqson qolishi mumkin. Dog' qoladi, iz qoladi, chandiq qolishi mumkin. Yoki o'tgan mavzularda aytdik bizlar, papillomalarni va so'gallarni 100 dan ortiq xillari bor. Ba'zi bir xillarini biz kuydirib qo'ysak bilmasdan, albatta bu xavf bo'lishi mumkin. Endi papillomalar va so'gallar onkologik xavf tug'diradimi yoki yo'qmi degan savolda men hozir 5 ta qoidani sanab o'taman. Shu 5 ta qoidalardan bittasi yoki ikkitasi sizda yuzaga kelsa, men maslahat beramanki, uy sharoitida papillomalar va so'gallarga muolaja qilmaganingiz yaxshiroq. Sababi, chunki siz bu qoidalarni bilib turib agar shu vositalardan foydalansangiz, demak sizga aks ta'sir qilishi mumkin yoki nojo'ya ta'sir qilishi mumkin bo'ladi. Bu 5 ta qoida A, B, S, D va Y qoidasi. A bu asimetriya, B border, S color, ya'ni so'galning rangi, D diametr, Y evolution, ya'ni o'zgarishi. Birinchisi asimetriya. Bu asimetriya bu so'gal yoki papillomalarning tomonlari, ya'ni tomonlari, bu tomoni ham, yon tomoni ham, past ham va tepasi ham bir xil bo'lishi kerak. Agar bir xil bo'lmasa, maslahat bermayman. Uy sharoitida, demak, so'galga ham, papillomaga ham tegmaganingiz yaxshiroq bo'ladi.
Ikkinchi qoida barrier, ya'ni chegara deyiladi. Papillomalarni, ya'ni sog'lom papilloma va so'gallarni chegaralari aniq bo'ladi. Sog'lom to'qimadan aniq ajralib turadi. Agar buning chegaralari notekis bo'lsa va chegaralari sog'lom teriga o'tib ketgan bo'lsa, albatta vrach, dermatolog ko'rigiga borganingiz yaxshiroq bo'ladi. Sababi bitta xatti harakat sizga ancha qimmatga tushishi mumkin. Uchinchi qoida color, ya'ni so'gal yoki papillomalarning rangining o'zgarishi. Bu rangining o'zgarishi onkologik xavfdan darak beradi. So'gal yoki papillomalarning rangi ko'k va qo'ng'ir rangda bo'ladi. Agar u rangga oq, qizil, qora rang aralashgan bo'lsa, albatta bunda moyillik borki, onkologik xavf. Shuning uchun ham mana shu narsalarni aytayapmanki, uy sharoitida oson, vositalar ko'p, kuydiruvchi vositalar hammasi ko'p. Aptekalardan ham olib qo'llashingiz mumkin, lekin qo'llashdan oldin albatta shu narsa sizga bu yodingizda turgani yaxshiroq bo'ladi. Keyingi D, ya'ni diametr. So'gallar, papillomalarning diametri odatda 6 millimetrdan kichkina bo'lsa, buni uy sharoitida yoki kosmetologik aralashuv qilib kuydirib olib tashlasa bo'ladi. Agar 6 millimetrdan kattalashsa, demak bu haqda o'ylab ko'rishimiz kerak. Va oxirgisi evolution. Papillomalarning, so'gallarning o'zgarishi vaqt o'tishi bilan u kattalashsa, vaqt o'tishi bilan qattiqlashsa, vaqt o'tishi bilan og'riq bo'lsa va eng yomoni qonasa tez, albatta dermatolog vrachga murojaat qilganingiz yaxshi. Sababi bu sizga darak belgisi hisoblanadi. Yuqorida mana kalit so'zlarimni aytdim. Teri sathida paydo bo'lgan o'simtalar yaxshi sifatli bo'lishi mumkin, yomon sifatli bo'lishi mumkin. Shuning uchun sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Videoyimiz manfaatli bo'lsa, yaqinlaringizga ulashib qo'ying, like bosing, obuna bo'ling. Agar keyingi videolarimizda qaysi teri kasalliklari haqida ma'lumot olmoqchisiz, yozib qoldiring, men o'qiyman. Albatta, keyingi videolarimizda shu kasallik haqida ham sizlarga ma'lumot beraman. Sizlar bilan men dermatolog Sariyev Jafar bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.